Rus she'riyatini Aleksandr Sergeyevich Pushkinsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Uning jahon adabiyoti xazinasidan mustahkam o'rin olgan asarlari har bir o'zbek kitobxoni uchun ham qadrlidir. Pushkinning jozibali ertaklari maktab darsliklari orqali bolalarning beg'ubor hayolotini boyitgani, doston va qissalari kattalarni kurashchan hayot yo'liga yetaklagani sir emas. Pushkin she'riyati har jihatdan shaklan, ruhan va ma'nan sharq she'riyatiga yaqin. Uning ayrim to'rtliklari teranligi, ma'nosining chuqurligi, falsafiyligi bilan bizning ruboiylarni eslatib turadi. Uning she'riyati sharq ruhi bilan sug'orilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Pushkin g'oyat keng qirrali daho edi. U buyuk lirik shoir bo'lishi bilan birga dramaturgiya va proza sohasida ham ulkan hamda bebaho meros qoldirdi.